Hürmetli vatandaşım, yeni bir leksiyemizle başlayımız. Kulak salın efendim. Cungo iktisadi ceniden ayrıldı. Halkara cemiyet en süreçki başladı. Mavzulu haber 8. ayının 10. günü Venvi Tor betidi ilan kılındı. Haber mundak başlandı. Növette iktisat 7% önüm bilen üsüp kelivatkan Şanghay Payçek bazarı 6. aydan başlap zor davalgışqa uçurgan. Mahsulatның eşip gelişi ve eksport cansız bulup kalgan amilla dünyanın zavuti dep atalgan Jungo'nun beşideki şan şerep tacı bügen nursuz bulup kaldı. Halkara meblağ salgıçılarının cenedin ayrılgan Jungo iktisat doğrusu da en süreçleri. Heptinin birinci günü Fransiya Azatlık gazetinin baş titonu da haber bulup besilip çıktı. Azatlık gazeti birinci betide mundaq görsetdi. Jungo iqtisadının hareketlendirgüç küçünün acizlap ketişigi yüzlengende aldı bilen zerbe göçürgen zavutla G'arbning maşinisazlık şirketleri. Ama oxşaşlı bir vaqtda Amerika Qo'shma Shtatlari moşundaq ahval astada Amerika Qo'shma Shtatlari Jungo'da islohot talaffuzini bergen va'dalarini o'zgartib olishi mumkin deb mansirashga boshladi. G'arbning bosh kapitalistinin mashinsozlik zavodi iqtisodiy jihatdan zarba ushirdi. Bundaq paytda Amerika Qo'shma Shtatlari Xitoy endi iqtisodiy jihatdan mushohalat kelganda bergen va'dasi iqtisodiy islohot to'g'risi bergen va'dasi yeni bo'ladimi deb ansirashga boshladi. Azatlık gazeti xabarini davomlashtirib bundaq ko'rsatdi. O'tgan yildan boshlab chet elning Jungodagi shirkatlari bo'libmi pardoz buyumlari, ichimlik chekimlik sanoati Jungoning chiriklish qarashtirish, xiyonatchilik qarashtirish harakatining zarbisiga ta'siri uchirdi. Endi bu qatam ta'siriga uchrash navbati chet elning mashinasozlik shirkatlariga yetib keldi. Jungoning iqtisodiy taraqqiy qilmay to'xtab qolganlikdan, ishlab chiqarish unumi tuvallab ketganlikdan, bo'libmi G'arbning avtobus ishlab chiqaruvchi shirkatlarining tijorati umidli bo'lmay qoldi. Masalan, bu Xandi zavod qurgan Fransiya Biauji shirkatining mashinalari bu yil birinchi faslda Jungoda setilish ahvolidagi so'g'oqchilik Jungoda birinchi darajalik bozor normasini egallagan Germaniyaning universal mashinasozlik zavodlari o'xshashli tijoratda so'g'oqchilikqa uchrab, avvalgi yarim yilda mashinalarning setilishi 3.9% kamayib ketdi. Bu shirkat 2 yildan beri tunji qatam yo'liqqan ahvoldir. Yaponiyaning Jungoda qurilgan mashinasozlik shirkatlari avvalgi yarim yilda yaxshi unum olgan, foyda olgan bo'lsa-mu, lekin tijorat 7-oydan boshlab tövanga qarab serilishga boshladi. Fransiya Azatlık gazeti mundaq ko'rsatdi. Umumlashtirib aytganda, anglashlarga qaraganda Jungo mashinasozlik jamiyati oldin mo'ljarlab 2015-yili mashinalarning sotilish unumdorligi %3% eshib ketadi deyishgan. Bugun ta'tirisi bo'ldi. Fransiya Azatlık gazeti tahlil qilib, Jungoning yaqin 3 yildan bergi iqtisodiy o'sish sur'ati Yevropa ko'rsatgan burungi ta'siriga yetisholmay qoldi. Fransiyaning bir bankisi mundaq hisobladi. Yevropada taraqqiy qilgan davlatlar Jungoning ta'siriga uchraydigan ahvolning darajasi bir qadar tuvan. Chunki bu Yevropa davlatlari iqtisodiy gullanishning shart-sharoitlari ichida shu bo'yicha Jungo bozoriga tayinib qolgan emas. Davomini anglaysizlar vatandoshlar.